Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Games and Edits kanali bo'lmoqda. Va do'stlar, bugun FIFA Mobile ga open pack qilamiz. Xudo xolasa va do'stlar, FIFA Mobile ga bilasizlar, yangi sezon kelgan. To'g'risini aytsam, bu sezon nomini bilmayman. FIFA Mobile vashchi o'zgarib ketgan. Qisqacha akkauntim tushuntiradigan bo'lsam, pozitsiya chap pozitsiyada Price, 10 pozitsiyada esa Meun, Urbanim 112, hujumlarim Larson, Ahmed Dueni kuyatishim kerak hamda keyin 113 bo'laman. Va do'stlar, yomon o'zgarib ketgan FIFA, o'zdan ko'rib baho berishlar mumkin. Birdan 10 gacha baho beringlar. Balon turlarni ketdi. Va do'stlar, kommentariyaga yozinglar, Balon Store'da ochaymi yo oddiy Fade Trade'dan ochaymikan. Kommentariyaga yozinglar fikrlaringni, o'shanga qarab ochamiz. Hozircha o'zim fikrimga ishontiraman. Men Future bilan Balon Store ikkasidan bittadan ochaymikan debman. Xo'p, shunday qilamiz agar. 107 dan 113 gacha ochamiz. Yo, nima kuchli bormikan? Shular ekan o'zi. Demak do'stlar, tanladim. 3000 talikda ochamiz, 107 dan 113 gacha va do'stlar ochmoqdamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, zo'r o'yin chiqsin. Hozir birinchi pustoy. Endi kutamiz. Voy, 107 tushdi, yaxshi natija. Endi balon zo'rdan ochadigan bo'lsak, eng past 3000 talikda ochamiz hozir ham. Qani boshladik. Yo bismillah. Yaxshi o'ynashsin. Iltimos. FIFA Mobile iltimos, menga bitta raqam qo'y. Voy. Result normal. 210 ta kuchaytirgich berdi, yaxshi. Yana shuni ochamiz. Desam qolmabdi-ku. 5000 taklif ochamizmi? Besh mingtalik ochamiz demak. Davay ketdi. 5,5 mingtalik. Endi yaxshi o'yinchi tutsin. Iltimos, Braziliya. Himoyachi. Jesus. 108 normalli. Agar hozir bularni sotib, puli ham normal ekan 100 mingta. Voy do'stlar. Qo'lim yengillik qilyapti. Omadim kelmoqda. 107, 106, 108 tushmoqda. Yaxshi natija desak bo'ladi do'stlar. Va do'stlar, exchange qilamiz agar. To'tayda birinchi ko'rak, sotib bo'larmikan? Sotib bo'ladigan bo'lsa sotib yuboraman shularni. Hozir do'stlar. Boshqa o'zgarib ketgan qaranglar buni. Va do'stlar, exchange ga obmen qilib, yana ochsak ham bo'ladi, shu qarorga keldim. Hozir voy, bular tikaymikan a? Do'stlar, obuna va like boshlaymiz so'raymiz do'stlar. 50 ta obunachidan keyin jonli streamlarni olishni boshlayman do'stlar. Sizlar uchun shuncha harakat qilyapman, obuna va like bosinglar. Sizlar uchun shasamas bo'ldi. Iltimos do'stlar, bitta so'raydigan narsam shu. Do'stlar, shu o'yinchilarni chiqarmoqdaman. Ketdi. 9,5 mingta berdi. Sanetmaydi. Yaxshi 10 mingtalik ochamiz agar do'stlar. Va men qilamiz do'stlar. Yaxshi o'yin uchun iltimos shetni uyaltirmasin. Va do'stlar, boshladik. Iltimos FIFA Mobile. Buraya 8 tushdi. Yaxshi, bu ham yomon emas. Yaxshi desak bo'ladi hozircha. Lekin bu safar omadim kelmadi.
o'yinchini olaylik. Xayoli ekan ko'raychi. Demak, bu o'yinchi argentinalik hujumchi Rastin 108 Zardes. Yaxshi. Puli 765 million. Va do'stlar, bugungi open pakimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, obuna va like boshlaymiz so'raymiz do'stlar. Sizlar bilan Games Edits kanali bo'ldi va yana ko'rishguncha xayr do'stlar. Obuna va like bosinglar.